O'zbek ayoli paranjini qanday tashladi? Hujum harakati haqida. O'tgan asrning 20-30-yillari O'rta Osiyo mintaqasi ayollari taqdirida tub burilish yasadi. Ularning turmush tarzi, ijtimoiy faolligi, jamiyatdagi o'rni, ijtimoiy xulq-atvori tubdan o'zgardi. Gap ayollar emansipatsiyasi, ya'ni paranjisini tashlab ijtimoiy faollashuv haqida bormoqda. Ushbu maqolani tayyorlashda Daryo.uz kanali kolumnisti G'ayrat Yo'ldoshevga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Unda esa biz boshladik. 1917-yilda Rossiyada ro'y bergan oktyabr to'ntarishi Yevrosiyoning katta hududini egallagan bu mamlakatda yashayotgan turli xalqlar hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Rossiya imperatori Nikolay II taxtdan ag'darib, uning o'rniga hokimiyat tepasiga kelgan va oldiniga bolsheviklar, so'ngra kommunistlar deb atalgan siyosiy guruh to'ntarishdan biroz o'tib, Rossiyada oyoqqa turib olganidan keyin mamlakat boshqaruv tizimiga, odamlarning kundalik hayotiga, 1000 yil davomida e'tiqod qilib kelingan dinlarga, turli millatlarning tarixiga, hududlariga, umuman olganda hammasiga shunchalik ko'p o'zgarishlar kiritdiki, o'shanda o'zligidan, dinidan, madaniyatidan, tarixidan, hududlaridan ajralayotgan millat vakillari kelajakda yangicha hayot ortidan boshlariga nima tushishini anglab ham yetmagan edi. Kommunistlar qo'l ostidagi hududlarda yashayotgan turli millatlarni dini, tarixi, madaniyati, urf-odatini o'zgartirish bilan cheklanib qolmadi. Odamlarning qanday kiyinishi, ko'cha-ko'yda qanday yurishigacha aralashdi. Bu siyosatning aks sadosi bugungi kunga qadar yetib kelmoqda. Albatta, bu ishlarni amalga oshirish oson emas edi. Ammo targ'ibot va jazo mashinalari shunchalik kuchli ishladiki, natijada odamlar o'zgardi va biroz muddatda hammasiga ko'nikdi. Shu jumladan Markaziy Osiyo xalqlari ham. Hammamizga ma'lumki, bu hududda azaldan yashagan millat va ellatlar islom dini arkonlariga amal qilib yashagan. Bu dinda oilaning ta'minotchisi erkak kishi bo'lishi shart qilingan. Ayollar esa uyda bolalar tarbiyasi bilan shug'ullangan. Albatta, aksariyat ayollar bo'sh paytlarida uyda o'tirib, insonga jismoniy zo'riqish bermaydigan hunarlar bilan shug'ullangan. Masalan, kiyim tikishgan, gilam va matolar to'qishgan, ip yigirishgan. Ammo og'ir ishlarni qilishmagan. Dala ishlarida ham asosan erkaklar mehnat qilgan. O'rta Osiyoda kommunistlar oldida odamlarning ongini, turmush tarzini o'zgartirish vazifasi turar ekan, ular birinchi navbatda islom diniga zarar berish va ayollarni ko'chaga chiqarishni maqsad qildi. Bu yo'lda ular eng avvalo dinni odamlar uchun zararli e'tiqod deb e'lon qildi. Ularning nazdida kommunistik jamiyatda yashaydigan insonlarning e'tiqodi kommunistcha dahriylik bo'lishi lozim edi. Ikkinchi tarafdan, Markaziy Osiyo ayollarining ko'cha kiyimi bo'lgan paranjini yo'q qilish uchun turli harakatlar boshlashdi. Ayollarning paranji yopinishiga qarshi harakat nomi hujum deb ataldi. Hujumning ilk tashviqot harakatlari 1924-yilda tashkil etildi. Ammo u muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Sababi, O'rta Osiyo mintaqasidagi ayollarning aksariyati diniy e'tiqod ruhida tarbiya topgan va shu ruhda yashar edi. Paranji yopinish esa islom dinida ayollarning ko'cha-ko'yda avratini tamomila yopib yurishi lozimligi ortidan joriy bo'lgan edi. Shuningdek, ko'pgina erkaklar oilasidagi ayollar ko'chada ochiq yuz bilan yurishni qabul qila olmagan. 1925-yil, 1926-yillarda hujum harakati sustroq davom etdi. Ammo 1927-yildan bu harakat qat'iy avj oldi. Kommunistlar yangi artellar, kechki o'quv kurslari tashkil etib, unga ayollarni jalb etib yoki
uyma-uy targ'ibot qilib, ayollarni paranjidan ozod eta olmasliklarini tushunib yetdi va endi boshqacha yo'lga o'tdi. 1927-yilda O'rta Osiyo Markaziy qo'mitasining birinchi kotibi Isak Abramovich Zelinskiy g'oyasi bilan ilk marta Samarqanddagi Registon maydonida mamlakatning turli hududlaridan yig'ib kelingan va paranjisini tashlashga rozi bo'lgan ayollar oldinroq harakatga qo'shilgan faollar ishtirokida ommaviy paranji tashlash tadbirini uyushtirdi. Paranjisini olovga uloqtirayotgan ayollarni olomondan himoya qilish uchun ko'p sonli militsiya xodimlari to'plandi. Ular paranjisini olovga otgan ayollarni maydonga kirishda ham, chiqib ketishda ham qo'riqlab turdi. Bu voqeadan so'ng jamiyatda, ayniqsa erkaklar orasida noroziliklar avj oldi. Ko'plab oilalarda nizo chiqdi. Odamlar ongida norozilik kayfiyati kuchaydi. 2 yilda paranjisini tashlagan 2500 ayol o'z yaqinlari tomonidan o'ldirildi. Ilk qurbonlar Surmaxon Shermatova va yosh aktrisa Nurxon Yo'ldashxo'jayevlar bo'ldi. 1936-yilda adib Komil Yashin Nurxonning hayotiga bag'ishlangan Nurxon pyesasini yozdi. Bundan tashqari, paranjini tashlagan ayollarning ma'lum qismi ota-onasi tomonidan oq qilindi. Turmush qurganlarining ko'pchiligini eri taloq qildi. Yaqin qarindoshlar, mahalla ahli yuz o'girdi. Eng qizig'i, aksariyat hollarda paranji tashlagan ayollardan paranjisini tashlashni xohlamagan ayollar yuz o'girgan. Paranji tashlashni xohlamagan ayollar nazdida ham, boshqalar nazdida ham paranjisidan voz kechib, yuz qo'lini ochgan ayollar or-nomusidan voz kechganlar sifatida baholangan. Paranjiga qarshi hujum harakati boshlangan kezlarda kommunistlar iloji boricha aholi orasida taniqli bo'lgan ayollardan foydalandi. Masalan, Qirg'izistonda Chingiz Aytmatovning onasi Naima Aytmatovaning xizmatidan foydalanishgan. Bu ayol o'sha paytda turli yuqori lavozimlarda ishlash bilan birga Qirg'izistonda paranji tashlash tadbirlarining faol targ'ibotchisi bo'lgan. O'zbekiston va Tojikistonda esa Tojixon Shodiyeva degan ayol paranji tashlash tadbirlarining faol targ'ibotchisi bo'ldi. Paranji tashlash tadbirlari 1924-yilda boshlangan bo'lsa ham, Markaziy Osiyoning turli hududlarida 1940-yilgacha, hatto markazlardan uzoq hududlarda 1950-yillargacha paranji yopinishdi. SSRda paranjining ommaviy yo'q bo'lishi Ikkinchi jahon urushi boshlangan vaqtga to'g'ri kelgan bo'lsa, uning butunlay yo'qolishi 1950-yillarga kelib amalga oshdi. Paranji tashlash bir tarafdan ayollarning jamiyatga qo'shilishiga, faolligi va ijtimoiy layoqati jamiyatdagi o'rni oshishiga olib kelsa, ikkinchi tarafdan ularning arzon ishchi kuchi sifatida og'ir ekspluatatsiya qilinishiga imkon yaratdi. Paranji tashlash natijasida mamlakat millionlab ayollardan iborat ishchi kuchiga ega bo'ldi. Yuqorida aytilganidek, oktyabr to'ntarishidan avval yoki paranji tashlash targ'iboti ilk boshlangan kezlarda oilaning asosiy ta'minoti erkaklar zimmasida bo'lgan. Ayollar esa asosan uy bekasi sifatida bolalar tarbiyasi bilan shug'ullangan. Paranji tashlash targ'ibotlari boshlangandan keyin ayollar uchun maxsus artellar, fabrikalar tashkil etila boshlandi. Shahar qishloqlarda paranji tashlagan ayollar artellarga qamrab olina boshlandi. Ayollarni erkaklar bilan teng huquqli qilishni o'z oldiga qo'ygan kommunistik tuzum o'z niyatiga yetdi va ayollarni turli ishlarda erkaklar bilan baravar ishlata boshladi. Hujum harakati O'rta Osiyo respublikalarining har birida keng olib borilib, ayollarni kechki maktablarga, savodxonlik kurslari va hunar o'rgatish to'garaklariga,
ishlab chiqarish artellariga jalb etish bilan birga yangicha hayot tarziga tashviqot qila boshladi. Bunda hujum harakati xudosizlar jamiyatlari birgalikda ish olib bordi. Zero ayollarning paranja o'rashi ham diniy qadriyatlarning bir bo'lagi hisoblangan va undan voz kechishga undash targ'iboti xudosizlar harakati vakillari bilan birga olib borilgan. Bu yo'lda din afyunligi, din boylar tomonidan kambag'allarni, erkaklar tomonidan ayollarni ezish uchun o'ylab topilgan vosita ekanligi tinmay uqtirildi. Hujum harakati davom etar ekan, jamiyatdagi bu harakatga qarshi chiqqan har qanday odam yot unsur sifatida baholanib, jazolangan. Paranjiga qarshi kurashning ma'lum bosqichida milliylikka urg'u berib, ro'mol o'rash ham targ'ib etildi. Ro'mol paranjiga nisbatan ancha ochiq bo'lgani bois dastlab unga qarshilik bo'lmadi. Aksincha, u milliy libos sifatida ancha ijobiy qabul qilindi. Keyinchalik ro'mol ham ayrim siyosatchilarga yoqmay qoldi. Hozir ham O'rta Osiyo jamiyatlarida bu muammo butunlay hal bo'lmagan. Qayerdadir paranjiga qarshi ro'mol milliy libos tarzida targ'ib qilinsa, yana qayerdadir ro'mol ham salbiy baholanadi. Kommunistlar bu harakatni ommalashtirish uchun hamma vositalardan foydalandi. Bu yo'lda hatto shoir va yozuvchilar, dramaturglar, qo'shiqchilar xizmatidan ham foydalanildi. Ularning aksariyati ayollarning paranji tashlashdan oldingi hayotini qora zulmat, paranji tashlagandan keyingi hayotini esa baxtli va saodatli hayot deb asarlar yozdi. She'rlar to'qidi, qo'shiqlar kuyladi, pyesalar yozib, teatrda namoyish etishdi. Bu asarlar, she'rlar, qo'shiqlar, pyesalarda ayollarga baxtni faqat kommunistik partiya bera olishi targ'ib qilindi. Hatto bu yo'lda ota-onaning xatti-harakatigina qarshimi? Hech o'ylamasdan ulardan voz kech. Partiya senga ham otalik, ham onalik qiladi degan shiorlar ilgari surildi. Hujum harakati ortidan O'rta Osiyo o'qimishli ayollar ko'paydi. Ammo ko'pchilik dinni qoralamasdan, hujum harakatini bunchalik ayovsiz tarzda o'tkazmasdan ham ayollarni o'qimishli qilish mumkin edi deb hisoblaydi. Shu jumladan men ham. Ammo nachoraki kommunistlar hukmron bo'lgan Sovet ittifoqi ayovsiz kurash yo'lini tanladi va bu yo'l ko'pchilikda og'ir asoratlar qoldirdi.